Qovg'a burji 20-yanvardan 18-fevralgacha tug'ilganlar va nafaqat ular, balki ascendenti Qovg'ada va oyi Qovg'ada bo'lganlar ham Qovg'a burjiga mansubdir. Qovg'a burji zodiakalning 11-burji bo'lib, 20-yanvardan 18-fevralgacha davom etadi. Ushbu burj havo elementiga mansub bo'lib, Qovg'a burjining sanskrit nomi Kumbhadir. Uning boshqaruvchi sayyorasi Saturn va Urandir. Qovg'a burji erkinlik, innovatsiya, gumanitarlik va ayniqsa yangi g'oyalar bilan bog'liqdir. Inson xaritasida 11-uy bilan bog'liq bo'lib, ijtimoiy g'oyalar, do'stlik va jamoatchilik faoliyatini bildiradi. Xarakter xususiyatlari: innovator va ijtimoiy faollik. Qovg'a burji vakillari doimo yangilik izlaydi, jamiyatni o'zgartirishga intiladi va yangi fikrlarni qabul qilishga doimo tayyordir. Erkinlikni qadrlash. Ular o'z erkinligi va mustaqilligini yuqori baholaydi. Cheklovlar va an'analarni aslo sevmaydilar. Gumanoidlik va saxiylik. Qovg'a burji odamlari insoniyat manfaati uchun ko'p ishlaydilar. Insonparvar va do'stlikni qadrlaydilar. Aqlli va muloqotga ochiq. Ular fikrlashda erkin va kreativ. Ko'pincha jamoada faol, yaxshi tashkilotchi bo'la oladilar. Ba'zida sovuq va masofaviydirlar. Ya'ni emotsional jihatdan ba'zan uzoqroq bo'lishi mumkin. Chunki ular mantiq va haqiqatni yanada ko'proq qadrlashadi. Kuchli tomonlari: yangi g'oyalarni ishlab chiqishga qobiliyatli, mustaqil fikrlash va innovatsiyalar, yaxshi do'st va insonparvarlar, keng dunyoqarash va ma'naviy erkinlik, jamoaviy ishda muvaffaqiyat. Zaif tomonlari: ba'zan noaniqlik va tartibsizlikka moyillik, emotsional sovuqlik va masofaviylik, qandaydir an'anaviy qoidalarga zid bo'lish, qaror qabul qilishda chalg'ish va shubhalanish. Qovg'a burji Saturn va Uran sayyoralari ta'sirida bo'lganligi sababli bu unga qat'iyat va ilg'or fikrlashni beradi. Ushbu burjda tug'ilganlar insoniyat rivoji va ijtimoiy adolat uchun hissa qo'shishga intiladilar. Qovg'alar bilimga chanqoq insonlar, bu ularni doimo yangilik va noodatiy yechimlarni topishga yordam beradi. U entuziazm bilan har qanday noaniq yo'nalishlarga yo'naladi, sirli masalalarni javobini topish uchun. Bu masala xoh aloqalar, xoh bilim yo'lida bo'lsin, u doimo qiziqish bilan izlanadi. Qiziquvchan va bir vaqtning o'zida bir necha masalalar ustida izlanish qila oladi. Hatto oddiy yurgan qovg'a ham boshqa burjlarga nisbatan ko'proq ma'lumot yig'ib, ko'proq bilimga ega bo'ladi. Chunki u juda farosatli va har narsani tez tushunib oluvchi qobiliyati bor. Tez ilg'ab oluvchidir. Donoligi yuqoridir. Qovg'alar qaror qabul qilishga va mas'uliyatini bo'yniga olishga qo'rqmaydilar. Shunday bo'lsa-da, mansabli ishlarga o'tishga oshiqmaydilar. Sababi uning erkinligi cheklovchi holatlarni yaxshi ko'rishmaydi axir. U uchun erkinlik asosiy masaladir. Atrofdagilarni baxtli qilishga urinadi. Nizolarni yomon ko'radi. Shu sabab hatto bahslarda ham u o'z fikrini olg'a surishga intilmaydi. Qovg'a ijodkordir. U o'z dunyosida yashaydi. Uning fantastik g'oyalari ham yolg'iz o'zi bilan o'zi qolganida ko'proq paydo bo'ladi. Do'stlari uchun o'ziga zararga bo'lsa ham yordamga chiqadi. Mana shunday sodiq do'st. U originaldir. Shuning uchun har qanday noyobliklarga oddiy qaraydi. Axir u o'zi noyobdir. U transformator. U hammani va hamma narsani o'zgartiruvchidir. Qovg'a qayerga borsa ham albatta tizimga o'zgartirish kiritadi. Yunon mifologiyalaridagi afsonalardan biriga ko'ra, yosh va chiroyli, gulli otliq Ganimed ismli qahramon bor edi. U ota-onasining g'oyalari ichra yurayotgan paytda podshoh Zevs uni ko'rdi va uning husniga oshiq bo'ldi. U juda ham go'zal edi. Zevs Ganimedni Olimp tog'iga olib chiqib, o'zining qahramonlarini oziqlantiruvchi, suv quyuvchi kupachiga aylantirdi. Shu tariqa Ganimed osmondagi yulduzlar orasidagi Qovg'a burjining ramziga aylandi. Kosmosda Qovg'a o'zining o'rni haqida ko'plab mifologiyalar bor. Masalan, qadimgi misrliklar bu burjni Nil daryosining yillik toshqinlari bilan bog'lashgan va bu toshqinni hayotni yangilash deb hisoblashgan. Shuningdek, ba'zi miflarda Qovg'a suv soluvchi yoki hayotni beruvchi kattakon suv idishini tutgan figura, go'zal figura sifatida ko'rishadi. Bu ko'plab madaniyatlarda suv va hayot bilan bog'liq ramzdir. Shuning uchun Qovg'a o'zining joyini koinotda suvni yoyuvchi, hayotni olib keluvchi sifatida qozondi. Suv bilsangiz hislat va xususiyati sanoqsiz ko'pdir. Suv bu hayot manbalaridan asosiylaridan biridir. Ushbu suv kimga va qancha miqdorda taqsimlovchi Qovg'a desak adashmaymiz. Shuning uchun qovg'alar juda zaruriydirlar. Barcha uchun go'yo cho'lda qolganlarga suv berib chanqog'ini qondirgandek, hayotda qovg'alar mana shunday ko'rinishdagi ayni muhim o'rinni egallashadi. Ha, ular o'ta ozodlik sevardilar va ularni noodatiyligi, transformatsion harakatlari dunyo uchun juda muhimdir. Dunyodagi asosiy yangiliklarni, o'zgarishlarni mana shu qovg'a do'stlarimiz olib kirishadi va hayot suvi bilan oziqlantirishadi, ya'ni jonlantirishadi.
o'zgartirishadi. Mana shunaqa qovg'a do'stlarim, ko'proq dunyoga o'zgarishlar olib kiravering va barchaga erkinlik va noodatiylikda o'rnak bo'lishda davom eting, toki boshqalarga namuna bo'lsin. Yana g'oyibona ko'rishguncha.